oqini qo'yganingiz bittada sotilib ketdi. Ana endi qorasi voshkalar narxga 17 ming probeglisi srochniga sotiladi. 2024 17 ming probeg, kraskasi top toza, Sarentoni 3.5 motorli va eng fuli 7 kishilik propallarigacha bor. Yangi deb bo'lib turibdi. Atigi probegi 17 ming ekan. Atamangalargacha orqada biroz abagreflargacha bor, pardalargacha bor. Yangi mashina oldim deb uyingizga borsizda, mana salapan-malafanlar ham taqib qo'yishibdi. Yangi deb bo'lib turibdi. Eng fuli. Hozir avtosalonga borib olaman siz 63800 ga olasiz. Aynan shu pozitsiyani 63800 turadi. Lekin 17 ming yurgan aynan shu yangi qanday bo'lsa shunday bo'lib turgan shu mashinani 49900 ga srochniga bosib olsangiz bo'ladi. 17 ming probeg uchun 13-14 ming dollar arzonroqqa bosib olasiz. Joni maza qilasiz. Yana bitta Gentra keladi deb unda ortiq qo'ygan pulga.